Erni gardanida xotinni qanday haq huquqlari bor ya Rasululloh? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar: birinchisi iqtisod, yaxshi taomlantirib, yedirib boqishing. Ikkinchisi kiyintirishing, kiyimlardan xabar olishing. Üçüncüsü hech qachon urmasliging, ayniqsa yuziga urma ayolingni. To'rtinchisi hech qachon onasidan, otasidan, zotidan haqoratlanib, tahqir so'kinishlarni qilmagin. Do'stingni bu so'zlar bilan dushmaningga aylantirib qo'ymagin. Alloh taolo